Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikda Rang Yubo o'ynaymiz. Rang Yubo'da juda ham qiziq bir-biridan momentlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bu Rang Yubo'da mifga chiqqanimizdan keyin videorolik tugaydi. Ikkinchi qismi ham tez orada chiqadi. Bunda bir yutqizamiz, bir yutamiz. Hammasini sizlarga to'g'ridan-to'g'ri qo'yib boraman. Bo'lmasa jigarlar, videorolik cho'zib o'tirmasdan videorolikda boshladik. Birinchi kartamiz qanaqa tushishini ko'rib olamiz. Xo'sh, Yes kartasi tushdi. Yes kartasiga qaysi birovlarda olsak bo'ladi? Yes kartasiga Nita tushadi, yana Jessi tushadi, Ems tushadi, Griff har xil birovlarda tushadi. Eng qizig'i qaysi birovlarda ban qilish kerakligida. Xo'sh, qaysi birovlarda ban qilsak bo'ladi? O'ylab turibman. Xo'p, va Artini ban qildik. Nita olamiz. Nita yoki Jessi. Menimcha Ems tavsiya qilishyapti, lekin menimcha Nita yaxshi. Nita olamiz tinchgina. Chunki Nita Jessining ultasi ancha kuchli. Ham Jessini ban qilib qo'yishgan ekan, endi ko'rdim. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Ularni pikiga keladigan bo'lsak, ularni piki Spike, Penny va Shade. Bizning pikimiz yomon emas. Yutamiz degan umiddaman. Hop, o'rtadan boramiz. Pozitsiyani ushlab, o'rtadan borish bizga cho'tki variant. Ular bazamizga yaqinlasha olmasa ham kerak. Shade bor. Bir nima qilib kelmasa. Vaziyatda distansiyani yaxshi olamiz. Yaxshi ham qo'yaman. Davay. Yaxshi ketamiz. Men bu yoq Shade unchalik xavf tug'dirmayapti. Bizda men bu yoqda cho'tki ketamiz. Yaxshi. O'ldirib yuborishdi. Shade o'ldirib yuborishdi. Yaxshi, Zashtaga ham yaxshi qaraymiz. Hujum ham cho'tki. Shade yaqinlashishga ham ulgurmayapti. Yana bittagina hujumga chiqsak bo'ldi. Bitta giper ulta qo'ysam, hammasi qitday bo'lib ketar. Bo'ldi, giper ulta qo'ydim. Sirasi o'ldirib yuborishdi. Lekin yutish shansimiz juda ham katta. Shade kelishga harakat qildi, kela olmayapti. Bu unayba. Endi men bu tezroq zonani o'ldirib yuborsak, tezroq mifga chiqqan bo'lardik. Mifgacha bir qadam. Bitta o'qli jon qoldi, ikkita ekan. O'ldi demoqchi edim. Ba'zan joni tugadi va yutdik. Necha plus beradi? 110 plus berdi. Yana 4 partiyacha yutsak, mifgacha juda ham oz qolgan bo'ladi. Bu videorolikda ikkinchi qismi ham chiqadi. Xavotir olmanglar. Ikkinchi qismida nima desam bo'ladi? Legendarniga chiqishga harakat qilamiz. Mifik 2 dan yoki 3 dan legendarnigacha videoni qisqa kesib chiqqan vaziyatlarimni ko'rsatib o'taman. Harakat qilib ko'raman. Hamma narsa harakat bilan bo'ladi. Bu kartaga tushadigan brawler, Brock brawleri tushishi mumkin. Undan tashqari yana bilmadim lekin. Nima deydi? Brock olamiz endi. Warren tushadi. Nita tushmaydi, Jessi tushadi. Lekin menga Brock yoqyapti. Warrenni olishdi. Brock olamiz tinchgina. Yutamiz degan umiddaman endi. Agar yutqizsak ham hech qisi yo'q. Uni hozir ko'ramiz. Ularni pikiga qarab taxmin qilaman. Xo'p. Ularda bitta Brock, bitta Penny, bitta T. Lekin ulardagi Jessi yomon ko'rinadi. Ularda Jessi bor ekanda, yomon ko'rinadi o'sha. Penny dedim, Jessi ekan. Xo'sh, yaxshi. Bazasiga o'sha hujumga o'tdik. Menimcha yutamiz. Yaxshi harakat qilib distansiyani ushlasak yutamiz. Lekin ularda tik yomon hujum qildi. Jessi bilan birga qanotdan o'ldirib yuborishdi. Davay Warren. Rico yaxshi o'ynayapti. Hop. Ketdik. Yaqinlashtirishmayapti-da meni. Bir yaqinlashmasam yomon qilardim lekin.
Davay ketish kerak edi. Yo'q. Bo'lmadi. Ularni ham Brok yaxshi o'ynab qo'yapti. Davay Riko. Yaxshi Riko 2 ta kill, Riko 2 ta kill bor. Ularni bazasi 75%. Penni o'tkazmaymiz. Penni dedim yana. Jessini sakraymiz ham tikchan oldiga. Shu ulti. Yaxshi ketamiz. Agar comeback qilib ketishmasa. Hop, o'rtadan boramiz. O'rtadan kirgizmaslik kerak. Katta lekin. Tik katta yaxshi. O'ldirib yubordik. O'rtadan kira olmaydi, chetga qarash kerak. Chetdan ataka. Nima sakradim? Voy, sakramaslik kerak. Golgan yaxshi tushdi. Ularda уже 49% yaxshi. Voy tegmadi. Uchal o'qim ham tegmadi. Voy, biroq uchal o'qim ham tegmadi. Voy. Ataka qilishyapti-yu yomon. Voy. Уже bizada 42%. Уже 42% bizada. Tegmadi. Dikkat tegmadi. Davay. Bazaga otamiz, bazaga. Ularni bazasiga 26% ularni bazasi. Ularni bazasi 26%. Chekkadan ketdim men. Voy, otinglar. Voy. Bizada 24%, ularda 26%. Men nimaga qaytdim? Brok to'g'riga qaytmasam ketib orsam bo'lar ekan. Hali kayfiyat tushirmaymiz, keyingi partiyani boshlaymiz. Bounty kartasi ekan. Bounty kartasida normalniy pikosa ish qilib yursa bo'ladi. Bounty kartasi yaxshi karta. Qaysi birovlarda olsak bo'ladi endi. Yaxshilab o'ylash kerak. Hop. Menimcha Kenji bor, Cardelius bor, Spike bor. Yana Gas bor. Spike olaman tinchgina. Shade olishyapti. Shade yaxshi menimcha. Devorchalardan o'tib bir nima qilib kelsa kerak endi. Endi men bu Voronsa bo'ladi. Lili bor ekan. Baz. Hop. Tik oldi, tik yaxshi. Osmondan kontrol qiladi, men yerdan qilaman. Shade borib yutib keladi. Demaymiz, hammamiz hujumga chiqamiz. Yaxshi. Ularni piki ham yomon emas. Menimcha yaxshi jang bo'ladi. Hop. Yaxshi ketdi, yaxshi, Shade yaxshi, yomon emas. Devordan chiqmasligi kerak. Yaxshi, ikkinchisini ham o'ldirib yubordi. Xo'sh, qochamiz. Yoz qoldi. Yaxshi ketamiz 5-0. Ketdi mana u ham, yo'q, bo'lmadi. Lekin jonim ancha kamaytirib tashladi. Qaraylar, hozir taktika qilamiz. Xo'p, ana. Ketdi. Yaxshi, o'zim o'ldirdim. Hop. Ulti otish kerakmikan? Ulti. Yo'q, jalka ketdi. Uncha jalka emas, jalkaroq. Hop. Hujum qotdi, yaxshi tik. Yaxshi. Distansani yaxshiroqmiz. Oxirigacha shunaqa ushlasak yutamiz. Yaxshi Shade. Shade'ni qutqaringlar, Shade уже bormasa yaxshi bo'lardi, lekin mora 18 ta уже bir kishi Shade bo'ldi, o'ldirdi. Yaxshi. Bu kartani easy yutib tashladik. Juda ham easy bo'ldi. Mifgacha yana bir 3-4 partiya qoldi, ochamiz. Yo'q, super rare bo'ldi. Mayli bo'ladi. Hop. Bo'lmasa keyingi partiya knockout kartasi tushdi. Knockout kartasiga qaysi birovlarda olsak bo'ladi? Knockout kartasiga Brok tushadi. Ardonqidek Gas tushadi, Piper tushadi, Colt tushadi. Xo'sh, Kit tushadi, yana Lily, Gray, Mr. P. Menga Gray yoqotdi. Mindy. Birovlarlarim ko'p. Gas olsam ham yaxshi. Tinchgina o'zim o'ynaydigan baysda Gas olib qo'ya qolaman. Bo'lmasa xo'sh, bizada Leon va Penny. Leon yaxshi pik,
Men bu Tik yoki Edgar shunaqalar tushsa, yo'q, Edgar emas, Tik yoki Dynamite shunga o'xshashlar tushsa, yaxshi counter qilib beradi. No, sheriklarni kutamiz. Xo'p, bosishdi. Endi esa sheriklarimiz piklari Gaz, Squeak va Leon. Lekin ularning piki yomon, chiroyli ko'rinadi menga. Bizda ham hamma o'ynashni biladigan bittaman. Squeaklarda уже o'yinni boshini yaxshi o'ynatdi va Squeakni o'ldirib yubordik. Leonni ham o'ldirib yuborishdi. Menga ish qolmayapti-yu. Mana shuni o'ldiray, yaxshi, buni ham o'ldirib yubordik. O'sha sheriklarimni o'zi xalq tashlayapti-yu. Men sizlar chekada o'tirib tursammikan? Leon ketdi. Leon. Hammamiz chalgan bel Leon borib kimni o'ldirib ketdi? Leon emas, Penni o'ldiribdi. Mana shu yerdan kimdir ketadi hozir. Mashdan ketadi. Yaxshi. Ikkinchi Leon. Hop, bir o'qli joni bor. Hop, temadi. Yaxshi, o'ldirib yubordik uni ham. Bu karta ham easy yutdi-yu. Qancha plus berar ekan? 111 plus normal. Bizga yetadi. Bo'lmasa keyingi partiyani boshlaymiz. Keyingi partiyada qaysi kartalar tushishi hozircha noma'lum. Xo'p, qaysi karta? Knockout kartasi yaxshi karta. Bo'ladi, o'ynasa bo'ladi. Bu kartaga ham piklar ko'p, Brock, Piper, Gold, Shade, Sims ham bo'ladi, Mendy, Max, Mr. P, Angelo, Gray, Lily, Warren, Amber. Xullas piklar juda ham ko'p. Manda endi sheriklarim bilaman. Men Gray olsam, mekendomman. Gray olib qo'ya qolaman. Boshqa piklar yo'q. Gray olib qo'ya qoldim. Xo'p. Raqib komanda ham tezroq bossaydi. Easy yutib yuborardik. Xo'p. Raqib komanda piklari seriyozli piklar. Juju, Leon va Nani seriyozli piklar. Xo'sh, men biratan nimagadir o'yinni boshdan dizlayk bosatdi, chunki men internetim xatotdi. Xo'p. Bu partiya yutmasak bo'lmaydi axir. Ketdi Edgar o'lib keladi hozir. Leonmi? Klon emas ekan o'zi ekan. Nanini o'ldirib yuborish kerak. To'qli joni qoldi. O'ldirib yuborishadi, oz qoldi. O'lib ketmaslik kerak. Hozir hammamiz bormiz. Ketdi Edgar, yo'q o'lmadi. Yaxshi. Borsammikin ulta bilan? Yo'q, borishni variant. Ulta bilan boramiz. Kuch ketdi. Juju o'ldi. Yaxshi. Nanini easy yutib yuboramiz. Desam, men o'ldirib qo'ydim. Voy. Adashdim. Easy emas. Oldiga borib beryotgandim. Bitta o'qilib o'ldirib yubordi. Mayli. Oldiga boramizmi Jujuni? Bu variantda hozircha. Comeback qilamiz. Hali comeback qilamiz. Comebackni yomonini qilamiz mana. Ko'rasizlar-da. Xo'sh. Davay. Yaxshi, 3 ta o'qiman deydi. Xo'sh, otamiz. Tortamiz. Yaxshi. Men ham ishlaydi, men ham yaxshi. Bu partiyani oldik. Yana bir partiya yutsak bo'ldi. Comebackcha bo'ladi. Xo'p. Ketdik, men chapdan ketaman. Davay. Yutish kerak. Yutmasak bo'lmaydi axir. Nani yaxshi kontrol qildi meni. Giprulta bilan borsam, lekin hech valo qila olmaydi bu birodarimiz. Sabr, kutish kerak. Bunaqa vaziyatda faqatgina kutish kerak bo'ladi. Yaxshi Giprulta, zo'r Giprulta. Bir kishini o'ldirib yubordi. Nanining gipri samarasiz. Davay, meni o'ldirib yuborishdi. Hop. Yaxshi, comeback. Nima dedim? Comebackcha. Juda ham zo'r comebackcha. Mifga bittagina o'yin qoldi, bu juda ham zo'r. Xo'sh, endi faqat yutish kerak, yutib.
Mifgacha borib olamiz. Ko'rgan bo'lsanglar bir marta yutqizdik. Umuman videoni kesgan joylarim yo'q. Hammasi YouTube ga tommiz. Bu karta Hotsona kartasiga quyib tushadi. Menda Brock bor, Jesse bor, Mendy bor, Griff bor, Gale bor, Ems bor, Shelly bor. Qaysi karta? Qaysi brawler? Brawlerlar ko'p, tanlov ko'p. Gromni biza full tepadan otadiganlar ban qildik. Miyamiz ishlaydi. Hop. Menimcha spoyk olganimiz normalniy deb o'ylayman. Spoyk olamiz. Spoyk davaychi. To'g'ri olamiz va spoyk olamiz. Kim olar ekan sherigimiz? Nita ham bo'laveradi. Menimcha bo'ladi. Nita counterlari bo'lmasa, Mortis counter kim bor o'zadi? Feng, Nita, Jesse bor o'ladi. Miko menimcha asabga tegsa kerak. Lekin yaxshi o'ynasak, chiqib yutsa bo'ladi menimcha. Xo'p. Yaxshi, Miko qo'shib yuradi endi faqat yaqinlashtirishga qo'ymaslik kerak. Yo, Jesse counter qotdi. Jesse ultasini qo'yib ketsa, menimcha yaxshi bo'lardi. Qo'ymasdan ketdi. Xo'p, yaxshi ketyapti. Mortis o'ynamayapti. Ularda Jesse ham o'ynamayapti. Menimcha zo'r ketyapti. Mikosi ham o'ynamayapti. Yaxshi, endi Mifgacha bo'lganlar shular endi. Mifgacha bo'lganlardan yana boshqa nima so'raysizlar? Hop. Kutamiz. Davay. Jesse o'lib ketdi. Hop, yomon tashiryapti-yu. Davay, Miko chiqishga qo'ymadik. Ultasi jalka. Düşməsəm ulti ishlatayotdi. Davay, Nitani ayığı Jesse'nin ultasini ham o'ldirardi. Yaxshi Gibrulta. Сразу Gibrulta хорош bo'ldi. 80% уже. Почти 90. Chiqmaymiz. Chiqmaylar. 90. 95 уже. Davay. Bo'ldi, yutdi. Win. Yaxshi уже. Уже yana tepa daraja. Voy. 4499. Endi bunga nima deysizlar endi? Adolat qani endi? Bir tagina yetmay qoldi. Bitta mayli endi yarim bir partiya o'ynayamiz. Videorolik cho'zilib ketmasligi uchun bu partiyani sal tezlashtiramiz. Rost qiladigan umidamiz. Xo'sh, bo'lmasa qaysi pikni olsak bo'ladi? Videorolik tezlashganini o'zingizlar ham sezgan bo'lsanglar kerak. Men hali ham pik tanlayman. Xo'p. Mr. P pikini oldim. Endi sherigimizni ham ko'rdinglar, qaysi pikni olganini. Xo'sh, bizga naparnik, legendarniy va oddiy odamlar. Xo'p, legendarniy unchalik qiziq emas, men ham legendarniyga chiqqanman. Mr. P'da yaxshi o'ynab bersam bo'ldi. Mr. P'da unaqa yomon ham o'ynamayman. Zo'r ham o'ynamayman, lekin yaxshi o'ynayman. Xo'p. 1-2. Bu aniq yutamiz degani. Lekin boya o'zingizlar ko'rdinglar, Nani olib ketib qoldi. Niko osmonbada o'lib bermasa yutamiz. Miko ham o'lib berdi. Endi yana bir o'zim qolib ketdim. Bu ham endi 2 ga olib ketadi-da. Bu ham jonga tegib shu Miko. O'lmasa bo'lardi hozir. Voy, jonni qaranglar. Qochib ketdi. Temayapti. Voy. Ulta qo'yamiz. Hop. Bitaylik endi shuni, yana 2 ga bir qolib ketmaylik. Yo'q, ancha yutqizamiz. Yo'q, yutqizdik. Comeback. Bu safar ham comeback. Comeback ko'ramiz bu safar ham. Comeback. Deb o'zimni ovutib turaychi, hozir comeback qilamiz endi. Hozircha yaxshi ketyapti. Xo'sh, bu yoqdan Byron yomon atakka qotdi, aylanib kelaman. Yaxshi, ultiga olsamida zo'r bo'ladi. Menga o'tibdi bu. Ulti qo'yaman. Hozircha yaxshi ketyapti menimcha. Davay. Miko, davay. Voy, chiqib ketib qoldimi? Chiqib ketib qoldi. Menga tushadi endi. Menga tushdi va o'ldirib yubordi.
O'ldiraveramiz buni ham. Davay. Davay. Va menimcha yutqizdik do'stlar, yutqizdik. Endi bu partiyadan keyin agar yutsak yoki общем yutadigan partiyamizda shundan keyin ulaveraman. Rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, keyingi matchga ulaverdim. Keyingi matchda mana yutamiz. Ko'rdinglar, yutdik ham. Xo'sh, bu videorolikda ham comeback qildik. Bu partiyada ham comeback qildik. Mythic 1 yaxshi, Mythic 1 ga chiqdik va turistni Propass ochkocha berdi. Bu ochkocha yaxshimi, yo'qmi bilmadim. Ochkocha nima qilardi? Narsa beradi Propassdan ochkocha evaziga. Hozir Propassdan bir ikkita Star Drop ham ochamiz va undan keyin bu videorolikda ikkinchi qism ham chiqadi. U ikkinchi qismida legendarniga chiqaman. U uchun bu videorolikka sizlar like bosib, komment yozib ketishingiz kerak. Minimum qanchadir like qo'yishingiz kerak. Xo'p, bo'lmasa Propassga kiraveramiz. Hop. Bir ikkita star ochamiz. Gemni olamiz. Leonmidi men bu? Leonnaga Pro Skin. Pinchalarni berdi. Ne ochamiz? Endi esa bitta Mythic Star ko'rdim. O'shani ham ochaylik endi. Mana ochamiz. Qaniydi? Bosqizordim. Hozir mana ochamiz. 1 2 3. Davay. Hop, hech balo tushmadi. Juda ham xo'rlashib bo'lib ketdi. Endi qolganlarni boshqa videorolikda ochaman. Bo'lmasa shu bahona sizlarga yana qisqacha bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Prestige va sezon haqida tushunmaganlar bo'lsa, qaranglar. Oldin men qilgan bravlerilar 0 ga tushib qolgan va u bravlerilarni yana 1000 qilsanglar, mana shu Prestige 1 turgan narsa Prestige 2 bo'ladi va o'sha profilingizda turadi va yana ko'targan 1000 kubigilar ham o'sha kubigilarga qo'shilib boraveradi. Bu oldingi rank bilan hisoblaydigan bo'lsak juda ham qiyin narsa. 30-rank, где-то 30-rankga to'g'ri keladi. Oldingi 30-ranklarga to'g'ri keladi. Oldin 30-35 rank qilib yurganlar bo'lsa, easy ko'tarib tashlaydi. Bo'lmasa buncha videorolikda Mythicga chiqdik, o'zingizlar ko'rdinglar. Agar klubimga qo'shilmoqchi bo'lsa, klubimga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Klubim Asadbek Sastav deb yozsanglar chiqadi yoki menga druziya tashab profilim orqali kirsanglar bo'ladi. Bemalol adashmasam bir ikkita joy bor edi. Qo'shilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi jigarlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha hammaga xayr do'stlar.